Assalomu alaykum barchaga. Mana do'stlar, 7700S oddiy 7700S ishlatadigan obunachilarimizga va Silverstone'dan Sochi Pro ishlatadigan obunachilarga videoni tomosha qilamiz. Hozir biz 77 bilan Sochi Pro'ni kaskad radariga sinaymiz. Kaskad ikkinchi avlodga xullas. Masalan aytganimdek, kaskadda ham 3 xili bor. Kechagi videomni ko'rgan bo'lsalaring, 3-avlod kaskadga sinab ko'rsatdim, olmadi, ko'rmadi. Endi hozir 2-avlod kaskadga kelyapmiz. Qani, natijani ko'ramiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. 77 ishlatadigan obunachilar, like bosinglar. Bunaqa chiroyli videolar sizlarga hech kim ko'rsatib bermaydi. Men ko'rsatib beraman. Haqqoniy test bo'ladi bugun, haqqoniy. Dash davom etamiz. Mana qaranglar. Sochi Pro'ni toqdik, 77 ni o'chirib qo'ydik. Bu oddiy 7700S. Hozir oldimizda o'sha aytgan kaskadim turibdi, orqa tarafidan boryapmiz. Bu kaskad xullas oldingi kaskadlardek katta emasda, xullas sal kichkinaroq kaskad. Qaranglar. Sochi Pro'ni nastroykasini ko'rsatib beray, gap so'z bo'lmasin, ha? GPS aktivna. Nastroykasi ko'rinyaptimi sizlarga yo? Mayli, yaqinroq olib keling. Ko'rinmay qolishi mumkin. Так. Меню настроек. Qaranglar. Smart. Автоматический. Голос. Тест. При включении диапазон К. Yoqilgan turibdi-ka. Hikvision. Lachin. Автокон. Кордон. Мегакам. Mana yoqilgan, megakam deb oladi bular, yoqilgan. Скат. Лазер. Анимация. Чувствитель. Индикатор яркость. Выбор. Выбор. Форм. Авто. Застав. Отклик. Пригод. Переход. Авто. Экстра. Предуп. Сообщ. Звука. Маломощь. Стацион. Систем. Стрел. Контроль. ЖД. Мобильный. Пост. Контроль. Видео. Муляж. Груза. Контроль. Голосовой. Сохрани. Загруз. Удали. Переза. Языk. Ko'rdilaringmi? Saqlanib qolamiz. Trassa rejimida turibdi. Qani ko'ramiz. Qani boramiz, ko'ramiz. Qanaqa natija bo'ladi kuzatamiz. Keyin 7700 da kelamiz, kuzatamiz. Ketdik. Bismillah, boshlaymiz. Kamera na 60. Ba'zi orqali ogohlantirdi. $200. 200 metr qoldi. Ha, Sochi Pro. Mana kaskadning 2-avlodini ham ololmadi. Mana turibdi. Yo'q. Ko'rdilaringmi? Natija yo'q. Kaskad ishlab turibdi. 100% ishlab turibdi. Hozir 77 da kelamiz. Qaranglar, qaytib keldik. 7700S bu. Yana Black deb o'ylamanglar. Ko'rsatib bering. Ko'ryapsizlarmi? Oddiy 7700S bu. Bu yerga 7700S o'zini Doppler Pro, Silverstone'dan Doppler Pro radari bilan tekshiribdi-da. Endi Doppler Pro bilan oddiy 77 ni qo'yish juda uyat bo'lib ketadi lekin. Chunki bunda bitta usilitel bo'lsa, Doppler Pro'da ikkita elena usilitel turibdi. O'zlari aytishadi, ikkita elena usilitel deb. Endi bu uni tengi emas-da. Bu Sochi Pro'ni tengi mana. Sochi Pro'ni lekin yoradi ham. Lekin yorayapti ham, har doim yorgan. Qani? Ketdik. Endi 7700 da boramiz, natijani kuzatamiz. Men ko'rgan videoda juda kam joydan olgan ekan 77. O'sha qanchalik haqiqat ekan, shu kam joydan olganmikan yo qanaqadir eng kamini yurib qo'yganmi? Hozir bilamiz. Kamera. Spinu. 60. Ogohlantirdi. Ba'zi orqali. Qani ko'ramiz. Kaskad. Gap yo'q. 120
120 metr edi. Adashmasam. В спину. 120 metr. Ko'ryapsizlarmi? Bu oddiy. Black emas bu. Natijaga o'zlaring baho berdilaringmi? Mana ko'rdilaring, ha, qaranglar. Yana Sochi Pro'ni uladik. Hali ko'rsatib berayin, nomalarini ham, proshivkalarini ham sizlarga qaranglar. GPS активно. Ana shu kaskadni oldirib beraymi? Harakat qilaman oldirib berishga. Qarab turinglar, maylimi? Меню настроек. Smart. Хикви. Лач. Авто. Кар. Метска. Лаз. Анимат. Чувствитель. Чувств. Инди. Я. Выбор. Включ. Вы. Форм. Авто. Застав. Отключение радар. Приглушение громко. Переход в режим. Автоматический переход в режим магистр. Экстра приглушение радарных сигналов ниже скорости. Mana shu ko'ryapsizlar, 150 ta turibdi. Mana shuni bori. Mana shuni qaranglar. Nechigacha? Ko'rdilaringmi? O'chirib qo'ydim. Qaranglar, o'chirib qo'ydim, ha? Endi saqlanib qilaman. Mana shuni o'chirib qo'ysalaring, ana, bossalaring, olishi mumkin. Hali sinab ko'rmadim, hozir birgalikda sinab ko'ramiz. Ana, ko'ramiz, olishi mumkin. Lekin yura olmaysizlar-da, uni o'chirib qo'ysalar, shaharning ichida umuman yurg'izmaydi-da. Shunaqa lojni ko'payib ketadi. Вообще yura olmaysizlar. Qani sinab ko'raylik-chi. Qani ketdik. Endi olarsan. Камера на 60. Ha, yaxshi. Ba'zi orqali ogohlantirdi. 200. 200 metr qoldi. Yo'q, olmayapti, ko'rdilaringmi? Ko'pchilik hozir aytishi mumkin edi-da. O'shani o'chirmabsizlar, olardi deyishi mumkin. Shuning uchun uni ham ko'rsatib berdim sizlarga. Umuman ko'rmayapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana turibdi. Ko'rdilaringmi? Umuman ko'rgani yo'q. Labay, savol-javoblar bormi? Labay, savol-javoblar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Natijani ko'rdilaring? Umuman ko'rmadi. Kaskadning ikkinchi avlodini umuman ko'rmadi. Bu nima kerak bu? Pamyag'ini kamaytirib, yo'q, pamyag'ini kamaytirmanglar, xalqqa buni qilib beringlar buni. Qancha O'zbekiston bo'ylab qancha viloyatda bor bu yangi kaskadlardan? Nega olmayapsizlarniki? Oxirgi kirib kelgan kaskadni ham olmadi, mana kecha ko'rdilaring. Mana ikkinchi pokoleniyasini ham olmadi. Faqat boya birinchi kelgan kaskadni oladi. O birinchi kelgan kaskadlar o'zi qolmadi, yangilanib ketdi hammasi. Oldirib beringlar buni. Pamyag'ini qo'yinglar, pamyag'siz detektorni o'zi yo'q. Sizlar oldirib beringlar buni. Silverstone kompaniyasidan so'rab qolamiz. Xalqqa sotilganmi? To'g'rilab beringlar. Olsin. Op kelib video qilib menga ko'rsatib beringlar. Shaxsan men shuni talab qilaman sizlardan. Ko'rsatib beringlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi vlogda uchrashguncha